Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xoroy Sharif turdi Faroviy ko'chasi, Istiqlol mahallasi. O'sha yerda ko'p bolalarimiz yurishadi. Mana shu yerda 15 ta 20 ta dom bor. Birontasida bolalar maydonchasi standartda qurilmagan yoki umuman yo'q. Bu haqida to'liq fotolar ketadi. O'tgan yil hurmatli Qurbon Tursunov Buxoro shahar hokimi rasman bu borada e'lon bergan edilar-ki, bu yoqda kelgusida bolalar maydonchasi barpo etamiz deb. Lekin hozirgacha mana ko'rayotganingizdek hozirgacha bolalar maydonchasi yaratilmagan. Bu domlar qurilganiga 3 yildan ortiq bo'lgan. Birontasida yo'q bolalar maydonchasi.